Jaji mittivoylarni turli xil suroklarda onasini qorinchasida qanaqa ko'rinishini bilishni xohlaysizlarmi? Kelinglar birgalikda ko'ramiz. 14 haftalik mittivoyimizni skrining tekshiruvidan o'tkazdik. Oyisi hali harakatlarini sezmaydilar, lekin biz mana ko'rganmiz, sizlar bilan oyoqlarini tepaga qilib, oyisini qorinchalarini tepib maza qilib yotibdi bu bolachamiz. Mittivoyni ko'ringlar, 15-16 haftalik. Oyijonisi aytgandek Yaltada dam olib yotgan hokim buvaga o'xshab yotishini qaranglar. Buni mashalloh oyoqlari uzun, ikkinchi oyog'ini o'rtadan o'tkazib olgan hokim buva. Bu mittivoyimiz jahli chiqib smirna bo'lib chest berib turibdi. Mana qaranglar, qo'lchalarini boshini oldiga qo'yib olgan, ikkita ko'zchasi, yuqori va pastki jahlari. Skrining tekshiruvida 12 haftalik mittivoychamiz qaranglar, qorinchasi ochib qolibdi-da, oyisini qorinchasida suvlarni glotать qilib, maza qilib yotibdi. Mana oyoqchasini bizga bemalol ochib berdi va Farhadimni ko'ring, men o'g'il bolaman, Adajon bilan Oyijonga ayting deyapti. Skrining tekshiruvimizda navbatdagi 13 haftalik mittivoy oyoqlarini tepaga qilib, qo'llari bilan yuzlarini chiroyli qilib mana uqalab, nimalarnidir o'ylab yotibdi. Bu 13 haftalik mittivoyimiz. Qaranglar, 12 haftalik mittivoychamiz mana rasmga olib qo'ydik sizlar uchun 5 bahoni ko'rsatib